Salom hammaga, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bir haftalik video keldi. 1-2 kun kechikib qoldik. Ammo yaxshiman. Ovozlarimdan bilinib turgandi. Ancha tuzalib o'zimga kelib qoldim. Tomog'im ham hiyda yaxshi, o kungidan ko'ra. Like bosgan, obuna bo'lganlar uchun deb niyat qilaman. Bu videoni like bosganlar, obuna bo'lganlar videolarim sizlarga dohildir, ya'ni tushuntira oldim. Yakka o'zicha ochtirmoqchi bo'lganlar +90 552 2 05 22 41 profilimda bor nimalarim, telefon nomerlarim, shorts videolarim ustida bor telefon nomerlarim. Yanada so'raganlar doim kommentariyada ko'raman, yanada qanday bog'lanaman siz bilan deganlar bo'ladi. Shular uchun telefon nomerlar aytib o'tilibdi. Bo'lmasam bizni 19 dan 25 kunga nimalar beklayapti. Like bosgan, obuna bo'lganlari 19 yanvardan 25 yanvarga nimalar bo'ladi hayotimda, nimalarga e'tibor berish kerak, nimalarga diqqat qilish kerak, bunlarni ko'rsating bizga. 19 20 21 22 23 24 25. Men doim katinadan foydalanaman, bilasizlar. Katina jonimdir. Olmazsa olmazdandir bu katina. Har bir idishga ochilimlariga, har bir ochilimlarga katinadan foydalanaman. Olmasa olmaz bu katina men uchun. Energiyalar jo'natinglar. Bu hafta nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak, bunlarni ko'ramiz. Bu normalda hani klientlarga qarayman, alishtirib mana shu qo'lim og'rib qoladi. Ya'ni og'rib qoldi. Mana shu qo'limni постоянно bu bosh barmog'im. Bu kartani hidrosi shirin. Ikkita ketdi. Qo'lim hölmi, quruqmi? Endi 19 dan boshlaymiz, o'tirib olay. Tak, 19-kuni. Xo'p. 19-kuni. Hayotimda hech kim yo'q deganlar kim bilandir ko'rishishingiz mumkin yoki ilishkilaringizda juda sabr ko'rsatayotgan bo'lsangiz, ya'ni ayrilgan bo'lsangiz yoki uzoqda bo'lsangiz, ko'rish uchun sabr ko'rsatayotgan bo'lsangiz, bundan sabringizni nimalari keldi, ya'ni mevalari keldi deyapti. Ya'ni ko'rishma bir kun, ya'ni uchrashuvlar bor. Masalan, boyadir ko'rmadim aqlimdagi kishini desiz, ko'rishyapsiz yoki işte hayotimda hech kim yo'q desiz, bu bilan ko'rishyapsiz. Ya'ni ko'rishlar sabringizni mevasini oladigan kunlarligini ko'rsatyapti va fursat ish bo'yicha fursat kutayotganlar, qarshingizga bir ish fursati chiqishi yoki ishingizda bir muammoga duch kelgan bo'lsangiz, bu muammodan chiqish uchun sizga bir yo'l ko'rsatishlari yoki bir narsani farqiga borishingiz ko'rinyapti. Ishimda muammolarim bor desiz, bunlarni hal qilasiz. Ishim yo'q deyotgan bo'lsangiz, ish bo'yicha fursatlar chiqishi mumkin. Qalbimda hech kim yo'q deyotgan bo'lsangiz, kim bilandir ko'rishingiz, uchrashuv takliflari olishingiz mumkin. Aqlimda birisi bor, ammo ko'rishmayapmiz u bilan desangiz, balki u bilan ko'rish ehtimolingiz bor va
qalbingizga, ko'krak atrofi qalbingizga ehtiyot bo'lasiz. Ya'ni sog'lig'ingizga ham ahamiyatli bo'lasiz bu oralar. Qalb, ko'krak, jigar, o'pka, ya'ni bu taraflarga e'tiborli bo'lasiz. Yani 20 kuniga keladigan bo'lsangiz, siz 20 kuni bir inkreasion nima degani, qanday tushuntiray, yashashga qaror beradigan bir kuningiz. Yashashga yoki hayotingizga yashash uchun bir narsalarga qaror beradigan bir kuningizligini ko'rsatyapti. Yoki ikki yo'l ichida edim, ikki kishi o'rtasida edim deyotgan bo'lsa, bunga ham qaror olishinglarni ko'rsatyapti. Men bir yerda to'xtab qolgandim, hech narsa qila olmayotgandim deyotgan bo'lsangiz, bu qarorni olib harakatni boshlashingizni, ichingizga azm va tutqu kelishini ko'rsatyapti. Va bir masalan, nimagadir qadam o'tolmayapman, yangi boshlang'ich boshlamayapman desangiz, bunga boshlashingiz ko'rinyapti. Aqlingizdagi kishi ham masalan, yoki bir erkakdan ko'proq maqsadim, istar bu aqlingizdagi kishi bo'lsin, ish yeringizdagi kishi bo'lsin yoki tanigan biringiz bo'lsin, ammo bir erkak kishi sizga qandaydir bir bahonalar bilan kelishini yoki qandaydir bir bahonalar bilan bir tortishma chiqarishini yoki qandaydir bahonalar bilan sizni sabringizni sinashini ko'rsatyapti. O'zingizda ham biroz otilganlik bo'lishi mumkin. Ya'ni otilganlik degani sabrsiz, hani bir onda urushib ketadigan, bir onda hani tilni chaqib oladigan, shunaqangi bo'lishingiz mumkin. Ba'zi birlar esa pul uchun, moddiyat uchun harakatni boshlashini, qilmoqchi bo'lgan ishlar bo'lsa, bunlar uchun harakat boshlashini ko'rsatyapti. Ish bo'yicha esa pul, moddiyat kelyapti. Moddiyat bo'yicha esa yaxshilar 20-kuni pul kelishi ko'rinyapti. Qarorsizlar bo'lsa, yo'llaringizni, qarorlaringizni olasiz. Tam hani hayotingizni o'zgartirish, hayotingizga yangi bir ko'chatlar ekish uchun qarorlar olishingizni ko'rsatyapti 20-kuni. 21-kuniga keladigan bo'lsak, ya'ni huzur, aslında huzurli bir kun ko'rinyapti. İchingizda huzur his qilyapsiz. Keyin ya'ni qoluvchi bir kun, ya'ni ertalabdan kechgacha huzurli bir kun bo'ladi. Keyin bir erkakning energiyasini ko'ryapman. Bu erkak sizga mantiqli yaqinlashishi mumkin. Masala munosabatlarda siz o'ylagandaqa emasda mantiqli harakat qilishi mumkin. Ya'ni bir erkakning energiyasi oqishi bo'lyapti sizga. Ya'ni bu nima degani? Ya'ni his qilyapsiz, sanki agar hayotimda hech kim yo'q deydigan bo'lsangiz, ya'ni bir yerda bir erkak sizni yoqtirib qolganligini yoki sizni xohlayotganligini yoki sizga bir narsalar so'rab bahona qilib sizga yaqinlashishini ko'rsatyapti. Agar aqlingizdagi kishi bo'lsa, aqlingizdagi kishi ozgina siz o'ylaganchalik emasda biroz mantiqli harakatlar qilishi mumkin. Keyin ammo huzurli bir kuningiz bo'ladi. Ammo moddiyotdan esa pul kelyapti, pul ketyapti qo'lingizga. Qanday pul kelayotgan bo'lsa, xarajatlaringiz ham shunday ketishi mumkin. Xarajatlaringiz ham bor, ya'ni 21-kuni. 22-kuniga keladigan bo'lsak, ya'ni 22-kuni nimalar bo'layotganiga yoki nimalar bo'lishini yoki bo'lib o'tgan narsalarni qabul qilishingiz kerak ekan. Ya'ni inson hayotida har bir narsa bo'ladi. Ba'zan qabul qilishimiz kerak. Qabul qilmasak, ya'ni takror bu narsalarni yashaveramiz. Ya'ni qabul qil deyapti aslında. Keyin sevgan insoningiz bilan bir tuyg'usal uzoqlashmalar bo'lishi mumkin. Bir saniye. Biznikilar video qilayotganda o'ynab turadi-da, bu yoqqa yurishib. Kechqurun olganligim uchun bir tuyg'usal uzoqlashmalar bo'lishi mumkin. Kimdir uyidan ayrilib boshqa bir safarga ketishi mumkin. Yo'lchiliklar qilishi mumkin. Keyin ayni zamonda sevgi yo'q hayotimda deganda sevgi kelishi ko'rinyapti. Va yo'lchiliklar bor. Bu orada ichinglarga ilhom kelishi ko'rinyapti. Ya'ni agar o'zingizni qorong'ulikda his qilayotgan bo'lsangiz, qabul qilib ko'p narsani, ya'ni qabul qildim, nima bo'lsa bo'ldi deb qabullanishga o'tganingizdan keyin ichingizga yorug'lik tushadi. Yorug'lik keladi. Ruhsal tomonlama uyg'onishlar yashaysiz. Ruhsal tomonlama yuksalishlar yashaysiz va qandaydir kimdir xabar olishi ham mumkin bu orada
va mashina olmoqchi bo'lganlar esa mashina olish ehtimolingiz ham bor. Ya'ni pulni tayyor qilib qo'yganman. Ya'ni mashina olishim kerak edi deyotganlar bo'lsa, u kun mashina olishingizni ham balki yaxshi bir mashina olish uchun yaxshi bir fursat chiqishini ham ko'rsatyapti. Keyin u kun ba'zi birlar uchun parlama bir zamoni ham deya olaman. Ya'ni porlash bor, masalan, aurangiz yuksalishi, energiyangiz yuksalishi, o'zingizda porlashingiz, ichingizda ma'naviyatingiz ortishi, sezgilaringiz ortishi, oydinlanmalar yashashingiz ko'rinyapti. Tuyg'usal uzoqlashma yashaganlar ham bor va uyidan ayrilganlar, ya'ni uzoq safarga ketganlar ham bor. 22-kuni. 23-kunga keldik. Tuyg'usal bir kuningiz bo'lyapti 23-kuni. Ko'p tuyg'usal bo'lyapsiz, ko'p detaychi, ya'ni analizchi bo'lyapsiz, ya'ni rentgenchi bo'lyapsiz. Masalan, rentgenga borsangiz qizmi o'g'ilmi aytib beradi-yu, siz ham ha ana bo'ladi, ha mana bo'ladi, yo bunday bo'ladi deb shunaqangi folbinchilik qilib olyapsiz. Biroz tuyg'usal tushunyapsiz menimcha. Keyin ilishki takliflari olasiz. Aşkda, sevgida shansli bir kuningiz deya olaman. Ya'ni hayotingizga yangi aşk kelishi yoki aşkım bor deyotganlar aşkingiz kelishini, sizni ko'nglingizga olishini ko'rsatyapti. Faqat siz tuyg'usalsiz. Masalan, men ham tuyg'usal bo'lib qoldim o kun. Nimada stolda meva turibdi, tamommi? Meva yeyapman. Keyin mandarin tugab qoldi. Aslida xolodilnikda bor mandarin, ammo u yerda tayyor tozalangani tugab qoldi. Keyin yeyatgandim, keyin birdaniga ko'zimdan shirt yosh oqib ketib, mandarin tugab qoldi deb yig'lasammi, baqirib kulib oldi keyin. Keyin turmush o'rtog'im shart turib mandarin kesib, mana mandarin tugagani yo'q. Ol, mandarin uchun yig'lama. Mandarin olib kelib beryapti. Birondan tuyg'usal bo'lib qolamiz biz ayollar. Buni aytyapman. 24-kuniga keladigan bo'lsak, bir adolatdan bahs etdi bizga. Biroz yuragimiz siqilyapti, biroz jonimiz siqilyapti. Adolatli bir kun bo'lyapti. Ya'ni adolat tikanlari dedi. Ya'ni bu degani kimga haqsizlik qilgan bo'lsangiz buni olishingiz mumkin. Agar kimdir sizga haqsizlik qilishi mumkin. Ya'ni shunaqangi bir adolat bir kun ekan. Balki bir haqsizlik yashaysiz, bundan biroz xafa bo'lyapsiz. Yuragingizga hech narsa sig'mayapti, ammo farzandlaringiz bo'lsa yoki biron bir bola, farzandingiz bo'lmasa ham biron bir sevgan insoningiz sizni xursand qilishi bor yana. Bir tarafdan haqsizlik yashar ekan, bir tarafdan yaqinlaringizdan, sevganlaringizdan, farzandlaringizdan sizni xursand qiladigan xabarlar olasiz. Tuyg'ularingiz quvvatli bir kun, sezgilaringiz quvvatli bir kun, tushlaringiz bo'lishi mumkin u kun. Ya'ni tushlar ko'rishingiz mumkin. Ba'zi birlar alkogol iste'mol qilishi mumkin, sog'liqqa zararlidir, keragi yo'q. Nima qilmanglar. Ammo ozgina adolat anlayishingiz farqli bo'lishi mumkin. Misol uchun boshingizga bir narsa kelsa, men bu narsani haq etmagandim. Nimaga menga bu narsani boshimga kelyapti? Nima hamma narsa meni boshimga kelyapti deyishingiz mumkin. Ammo siz bilmaysizki, qaydadir bir yerda kimgadir haqsizlik qilgandirsiz. Masalan, oddiy misol, kimnidir videosida yoki TikTokda yoki YouTube'da, Instagramda farq etmaz, kimnidir videosiga bitta yomon gap yozgandirsiz. Qachondir bir kun. Ammo işte u kun sizga qaytishi mumkin bu narsa. İşte bilmaysiz. Bir daqiqaga ichini ortishingiz mumkin u video qo'ygan insonni boshqani. Ammo bir kun sizga kattaroq bo'lib qaytib kelishi mumkin. Ya'ni misol keltirdim men xolos. Misol ya'ni bu. Ya'ni kimga haqsizlik qilgan bo'lsangiz o'rtaga chiqishi mumkin. Biroz adolat sistemiga qarshi ozgina isyonchi ko'rinyapsiz. Biroz yuragingiz siqilyapti, kayfingiz bo'lmayapti, joningiz siqilyapti. Ammo yanada sezgilaringiz quvvatli, tushlaringiz quvvatli va marhamatli bir kuningiz, ya'ni hammaga marhamat, vijdonli bir kuningiz bo'lyapti. Ammo sevgan insonlaringiz, yaqinlaringiz, farzandlaringiz ammo yanada sizni ko'nglingizga oladi 24-kuni. 25-kuniga keladigan bo'lsak, o'fkali bir kuningiz, ya'ni asabiy, o'fkali, hammaga soldiradigan, o'fkali, feminin, kuchli bir kuningiz bo'lyapti. Ammo bu yerda kartamiz aytyaptiki, ya'ni o'fka
senda jo'shqu bo'lishi mumkin, ya'ni bironda jo'shqiga kelib o'fkalanib asabiylashib, ya'ni insonlar ko'nglini ortishi mumkin deyapti, ammo har doim o'fkani orqasida xayol quruqligi bordir. Ya'ni bu o'fkang kelganda astag'firulloh degin, chunki doim o'fkani orqasida bir xayol quruqligi yashaysan deyapti 25-kuni. Ya'ni bu normal. Ba'zan men ham asabiylashib o'fkaga kelib bironda kimnidir ichini ortib ranjida qilgandan keyin o'zim pushaymonlik yashayman doim. Ana shuning uchun biroz feminanligingiz yuksak, ya'ni feminanlik kuchlik demakdir. Kuchlanyapsiz kun yoki o'zingiz juda kuchli his qilganingizdan biroz o'fkali bo'lib qolyapsiz. Kuchli insonlar boshqalarni xafa qilmaydi. Doim o'zimga ham aytaman, yana bilib bu xatoni qilaveraman. Sizlarga ham aytib o'tibman, kuchli bo'lyapsiz, ammo kuchli insonlar bilingki, kimsani ichini og'ritmaydi. Ammo shanslisiz, sizni xursand qiladigan xabar kelyapti bir tarafdan. Muvaffaqiyatga erishamanmi u kun, nimadir bor, musobaqa yoki qandaydir bir narsa bor degan bo'lsangiz, ham muvaffaqiyatga erishasiz, shansiz bilan bo'lyapti. Ya'ni qilaman degan ishlaringiz bo'lsa, ana shu kuni qiling, 25-kuni. Shansiz bilan, muvaffaqiyatsiz bilan, zafarsiz bilan, zafar, muvaffaqiyatlar, pul uchun harakat qilmoqchi bo'lsangiz, pul uchun, elishki uchun harakat qilmoqchi bo'lsangiz, elishki uchun, o'qishga harakat qilmoqchi bo'lsangiz, o'qish uchun, ya'ni biron yerga ketish uchun harakat qilmoqchi bo'lsangiz, buning uchun harakat qiling shansiz bilan dedi. Va biroz xarakteringizni o'fka bilan emas, sokinlik bilan hal qiladigan bo'lsangiz, yanada zafar sizniki bo'lishini aytyapti 25-kuni. Xullas, biza haftaligimiz bunlardi. Bu haftalikda nimalar oldinglar? Masalan, nimalar tushundinglar? Masalan, bu haftalik sizlarga nimaga yo'l ko'rsatdi? Nimaga sababchi bo'ldi? Yoki sizni nimadan asrab qoldi gibi. Ya'ni bu taraflama bir narsa eshitishdan avval bu eshitgan narsam meni qanday o'zgartirdi, yoki meni qanday rivojlantirdi, yoki meni nimadan asradi, yoki meni nimadan to'xtatdi. Ya'ni bunları tushunib yetishimiz kerak. Eshitib ketavermasdan bir dars chiqarishimiz kerak. Xullas, shunday. Bu videom bu kadardı. İnşallah qahva videosi ham keladi. Bir qo'rg'oshin ham to'kamiz. O'zimga ham to'kyapman hozir. Hani bilasizlar, ma'lum aytib o'tdim. Shuning uchun qo'rinmalarimni qilmagan ekanman. Endi qilish boshladim. Qo'rg'oshin ham to'kyapman. Bu haqda ham video qilaman xudo xolasa. Qahva videom ham bor oldimdagi rejalarda. İnşallah bunlarni ham qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha bay bay.